Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Yana bir olam proyektimiz, aka proyektlarimizni ishchilar ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bu ishimizni yakunda olganmiz. 15 kun, 20 kun bo'lib qoldi. Hozir suvoq ishlari yetib turibdi. Hozir sizlar bilan qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Joyimizdan o ishlar yetib turganini. Joyimizni umumiy kvadratidan boshlaying. Farqat assalomu alaykum. Xudo xolasa. Joyimizning umumiy kvadrati 2000 kvadrat hisoblanadi. Aka proyektimiz. Arkasi proyektimiz 1000 kvadratda zonada joylashgan. 1000 kvadratdan bo'linadi. Bo'linadi. Shunda qizil zona nerecha bu yerda? Bu yerdan Toshkentskiy zaborlarimiz bo'ladi. Shtobi zaborning ichidan girib kerilib, bu yerda zeleniy zonalarimiz bo'ladi o'rtada. Shu bilan joyning ichiga giriladi. Ko'chamiz oldiga kiradigan bo'lsak, suvoq suvoladi, podmoyak, keyin tortma tegalarimiz sementdan tortiladi. Har bir detallari, so'qullari esa granit, dabradalik toshdan ishlanadi. Shipirlarimiz cherpitsa bo'lgan, e'tibor berasizlar. Neobishlisida chiqqan. Shunda siz nechik holatda olasiz? Joyni shu durishda qabul qilib olganmiz. Karush holatida. Hali oyna eshiklar qo'yilmasdan oldin qabul qilib olamiz asosan. 18 metr, 18 metr joyimiz razmeri har biri. 3 etajak, общий podval bilan. Buni podvali qo'shib ketdi dedingizmi? Ha, podvalda bir seli hisoblanadi podvali, bir butun, o'rtada nima ajralman, podval bir yaxlit. Agar ustundan bo'lsa keyin nechik bo'ladi podvali? Azondan pastga tushganda ko'rsatamiz. Teyinlar, regellari, kolonnalar qo'yilgan. Ustidan shtobi zabor ko'tarish uchun. Mustahkamata bu hisob-kitob olingan hammasi. Shunda siz ishning holatda remontga qabul qilib olasiz. Asosan shu chornoy ishlar tamom bo'lgandan keyin karush holatida qabul qilib olamiz joylarni. Karush holatida. Kimda-kim premium darajada remont qildirmoqchi bo'lsa, ikkilanmang, o'zimiz murojaat qilaversinlar. Konstitutsiyaning eng sifatli darajada ishlab beramiz, xudo xolasa. Ikkisi necha qilmoqda bitadi? Qarang, ikkisini sentyabrda topshiramiz deb olganmiz, obyekt proyektimizni 6 oy, 7 oy srok olganmiz joyga. Ko'pchilik obunachilarimizga qiziq bo'ladi. Joyimiz balandligi, necha metr, eni, shularni qisqacha bir tushuntirib o'tamiz. E'tibor berasizlar, endi joy samoqchi bo'lib yurgan obunachilarimiz ham bor oramizda. Joyni iloji boricha balandroq bostiringlar. 4 metrdan bostirilsa maksimalni yaxshi. 430, 440 bo'lsa, undan ham yaxshi. Agar ventilyatsiya shaxta o'tiraman desa, maksimalni tushib ketishi mumkin patologimiz 30-40 sm. Shundan e'tibor olish kerak. Bu joyimizda shularni e'tibor olingan. Birinchi etajimiz 430 da bostirilgan. Maksimum shaxtalar, ventilyatsiya o'tsa ham 4 metrga keladi patolog qilingandan keyin. Obunachilarimiz orasida bir savol paydo bo'ladi. Balandlatib bostirgan sayin uyni qizishi, sovishi nechik bo'ladi u? Undan hech qanday muammo bo'lmaydi. Joyni qizishida 4 metr bo'lsa ham 100% topli pol bo'ladi oyoqning tiylari. Undan kafolatli ish hammasi. 4 metr, 4,5 metr, 5 metr assa ham uni shu kvadratdan kelib chiqqan holda vajlari qo'yiladi, otoplangan vajlari shunga qarab qo'yiladi. Bu qizishdan muammo bo'lmaydi. Qarang, eng asosiysi hozir biz nerdamiz? Shuni aytmang ketibmiz-ku. Biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanidamiz. Ellikqal'da podpischilarimiz ham bor. Obunachilarimiz podpisatsiya bosib qo'yinglar. Ishon qismimizda ishchilar ketib turibdi, suvoq ishlari ketib turibdi. Hozir podmoyak suvolib turibdi ishimiz yilkaga. Klientlarimiz ikki xil suvoqni biladi asosan, podpravila va podmoyak. Klientlarimiz podmoyak suvashni tavsiya beramiz. Shunday esa ish ham idealniy chiqadi, ham kачественный zo'r bo'lib chiqadi. Podpravila suvoqda sal qiyinroq bo'ladi nisbatan, lekin undan idealniy ishlasa bo'ladi, lekin baribir podmoyak suvoqdan bo'lmaydi. Joy sotib turgan klientlarimizga tavsiya beramiz, iloji boricha podmoyak suvatib ishlasizlar joylarni. Yana bir narsa, hozir klientlarimizdan shuning savol tuyulib turibdi. Elektromontajni men qachon o'tirayin deb. Elektromontajini asosan suvoq bo'lgandan keyin o'tiriladi. Patologda o'tiriladi, stenalara shtab bekatib kesib tushiriladi. Shuni yoddan chiqarmaslik kerak. Suvoqdan oldin o'tib, elektromontajga zarar yetsa, u yaxshi emas. Shuning uchun suvoq holatidan keyin kesib o'tirgan ma'qul. Joyimiz balandligi 430 hozirgina aytganimizdan patologdan shaxtalarimiz yuriydi. 20-30 sm tushadi. Shuning hisobidan joy balandroq bostirilgan hisob olib. Agar klientlarimiz shaxta atib, ventilyatsiya o'tiraman desa, shuni ham hisob olib bostirsinlar. Iloji boricha 430, 440 atib bostirsinlar joylarni. Bu yerimiz hol qismimiz hisoblanadi. Bu yerda ovqatlanadigan zonamiz. Bitgandan keyin ular ham rasmlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hozir bu yerda kuxnyani ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bu yerimiz saunzel hisoblanadi. Общий saunzelimiz joylashgan. Bu yerda kuxnya, bu yerda zal, bu yerda spalniy joylashgan.
Shunda hozir joyni o'zi necha kvadratda? Joyning o'zi 325 kvadrat. Va kuxnyamiz ko'rinishda bo'ladi. Mebellari, ishi lustralari hamma narsasi to'shishining bo'ladi, ha? Ha, to'shin shunday qilib ishlanadi. Bu nechik remontda aytiladi shunda bu Va yerda? joyimizning planirovkasi. Asosan neoklassikka deb aytiladi. Neoklassikka stilimizda asosan teglash ishlanadi. Ya'ni har yerda bir gullar bilan ishlanadi neoklassikada. Agar minimalizm bo'ladigan bo'lsa, diyordan mebel, stenamiz, takiz, mebellar bilan ishlanadi. Kuxni necha razmeri shunda? Kuxnyamiz 5 metr, 7,5 metr. Aynalarimizni zakaz berganmiz. Endi uni Oynalari necha keladi? Panoramami necha kilo buniki? Engelberg qo'yiladi, imzo. Hafta 10 yillarga kelib uni mustafiga bo'ladi, xudo xolasa. Bu yerdan sog'ishlarini, bu xonamiz sog'ishlari bitib borgan. Asosan podval qismini ham ko'ramiz. Sizlar aytganimizdek, podvalimiz yaxlit joylashgan. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib o'tamiz. Umumiy 3 etajda desang bu yerni. Ha, podval birinchi etaj, ikkinchi etaj. Podvalimiz ham past bostirilmagan, podvalimiz ham 320 balandligi, baland bostirilib qolingan. Berilgan bo'lamiz, перегородка etib, bu yerimizda bilyardniy zona, trenajyor, shu narsalarni planlashtirib, gipsokardondan перегородкаlar ishlab beramiz. Bu yerda joyimiz yurakga hisoblangan kotelniy tizimi joylashadi. Shu xonamizda kotelniy, elektroshit, hamma narsamiz shu yerda bo'ladi. Bu yerda turistskiy sauna bo'ladi. Bu ham namozxonamiz. Ko'rishingiz mumkin. Yaxlit bir 40-50 metr podolni uzunligi. Ko'rasiz o'tibchani. Podol qismimiz ham dizaynerskiy proyekt hisoblanadi. Bu yerda hozir novoshlar kesib turibdi. Bu yerda Penaplex izolyatsiya bo'lib turibdi podolimiz. Bu yerimiz monolit hisoblanadi betonimiz. Shuning uchun sovuq qismimiz ichonimizga o'tkazmaslik uchun Penaplex ishlanib turibdi. Uning ustidan karvich obshivka bo'lib turibdi. Buning ustidan podmak suv uriladi. Endi ko'pchilik klientlarimiz o'ylashi mumkin, двойной расход bo'lib turibdi-da, lekin unday emas. Gipsokardondan ham qilinsa bo'laradi, lekin buni effektini bermaydi baribir. Suvoq podmakning effektini bermaydi gipsokardon. Shuning uchun klientimiz hozir Penaplex ishlatib, ustidan karvich yoki suvoq ishlanadi. Issiq temperatura bir xil saqlanadi shunda. Gaplaymiz desak gapimiz ko'p. Ish jarayonlarimizda Instagram profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunda istoriya qo'yib boramiz joylab. Bu narsa to'liq bitgandan keyin YouTube sahifamizda joylaymiz. Hozir shu bilan sizlarni ikkinchi etajda xonalar borligini tanishtirib o'tamiz. Ikkinchi etajimizda hol qismimiz hisoblanadi bu yerda. Xorazmlar bir gap bor deganning, Xorazmliman deganni uyinda gumbaz, boshida sherozi, uyinda ganch bo'lsin degan ota-bolamizdan ham bir gap bor. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Shu deganning bu yerda monolitdan gumbaz joylarimiz qoldirib ketilgan, neobishniy stilda. Shu yerni krasiv yatib, chiroyli yatib ko'rinishda o'tib beramiz, xudo xolasa. Bizlarni kuzatishda davom etib turinglar. Ishlarimizni istoriya qo'yib boramiz. Xudo xolasa. Ikkinchi etajimizda 2 dan spalni, 2 dan zal, 2 dan sanuzel joylashgan. Bu yerda skritniy navron qo'yiladi. Skrit navronni ochgandan navron tushib keladi. Keyin olib turadi joyini. Ko'rinmaydi u vajimizda. 2 sanuzel, 2 zal, 2 spalni joylashgan. Endi uni hozir cho'rnay holatda turibdi bu yerlarimiz. Bitgandan keyin to'liq ishlab chiqarib beramiz videosini ham, xudo xolasa. Bizlarni kuzatishda davom etib turinglar. Hali bundan ham yaxshi, bundan ham zo'r proyektlarimiz oldinda bor. Sizlar bizlarni podpishka etib, like bosib, bizlar obuna bo'lib tursangiz, bizlar undan ruhlanamizdan, bundan ham yaxshi proyektlarimiz sira ko'rsatib berishda davom etamiz. Главное bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube kanalimizga, Instagram sahifamizga. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar.